Assalomu alaykum. Sizlar bilan Iceman 0901 va bizning hardcore videomiz boshlandi. Bu videoda men 100 kun Minecraft hardcore'da yashab qolishim kerak. Agar yasholmasam Minecraftni o'chirib tashlayman. Va biz videoni boshladik. Xo'sh. Birinchi o'rinda menga taxta kerak. Qayerdan spawn bo'lganimizni aniqlashmasam bo'lmaydi. Qayerdandir orolmi? Shunaqangi joylar. Nega skin yo'q? Skin chunki o'chib ketibdi. Ayb menda emas. Yangi Minecraft tortgan edim, yangi versiya, nayza ham bor menimcha. Agar eski videolarimda ham nayza bo'lmasa, meni aldashgan. Menga 26.1 versiyani taklif qilishgan edi. Men Google'dan shuni yuklaganman. O, qishloqcha yaxshi. Voy jonim. Bu yerda demakchining uyi bormikin? Ha, mana bor ekan. Yaxshi. Golem ham tayyor. Va yaxshi qilganingizdek asfaltdan bitta narsa menga aniq kerak. Shuni kiyamiz va menimcha ikkinchisi ham bo'lishi kerak. Qidirib ko'raman. Yo, rostdan ham bor ekan. Bu ishda emasdir. Ha, ikkita olmos hattoki. Yaxshi, yana bitta temizlikka yana bu. Yaxshi. Ovoqni ham kiyamiz va olg'a daraxt chopmadik hattoki biz. Daraxt chopamiz. Daraxt chopamiz. Daraxt chopamiz. Ya, qayerga ketyapman? Biz verstak yasashimiz kerak hattoki. Bitta verstak. Buni qo'yamiz, ichini ochamiz. Bitta qalqon. Xo'sh. Qayerga qo'yapman qalqonni? Biroq bizga yana kerak. Chopamiz. Ye. Nima qilyapman axir? Davay. Bu hardcore 1, 2, 3, 4 tagacha cho'zilishi mumkin bu video. Bitta videoda bir 25 kundan yashashga harakat qilaman. Fastcraftni qo'shish esdan chiqdi-da. Bitta taqir va bitta olmosli qilichmi yoki xo'sh, o'ylash kerak. Topar bo'y ham bo'ladi va ikkita temirga qilich. Olmosimni ishlatmay turganim yaxshi. Invertarimni ahvol bo'yatibdi. Nerga? Men konga tushaymi yo'qmi deb hayron qolyapman. Juda zo'r siydi ekan. Ovqat to'plash kerak konga tushishdan avval. Yana chiqib qaytib o'tirmaymiz. Golemni o'ldirishga muvaffaq bo'lishim kerak. Yo, ovqatlar ham bor ekan. Bundas qo'y.
va bularni yig'ishtirib olaman. Menga kerak. Hozir menga xaltacha kerak. Xaltacha uchun esa tushar edi. Qochma. Yo'q, kel. Men seni o'ldiraman. Aytdim-ku tushadi deb. Men buni terisi bilan ipni birlashtirdim va xaltachada yor. Hoy. Ye. Buni bu yoqqa qo'yib bo'lmaydi ekan. Bo'ldi, yana bitta solish kerak. Nimaga bunchalik qotadi? Minecraft'dan. Bot sıra bo'lib ketmasam bo'lmaydi. Точно. Yana bitta xaltacha solaman. Xaltachani kami bo'lmaydi, aytaman-ku. Qo'y shu yerga. Bularga bittasiga qimmatliroq buyumlar solish kerak. Go'shtni, Diamond Horse Armor'ni, obsidianni solsam bo'ladi. 3 dan ikkinchisi. So'g'maydi. Birdaniga to'lib qolar ekan, sig'maydi shuning uchun. Olmani solamiz. Kirga sig'adimi? Kirga ham to'lib qoladi. To'lib qolar ekan. Ko'p narsani ham solmaydi ekanda bunga. Alpirchaga. To'g'ri ham. Aytgancha shu 3 ta narsagina solmaydi. Spam bittada to'ladi. Xo'sh, blok. Kechqurun bo'lyapti. Tezroq qochish kerak. Va nimaga bo'lmayapti-ya? Menga shuni aytinglar. Ya. Va nihoyat birinchi kun o'tdi. Eshityapsizlarmi? Kravatni olib ketish kerak. Uxlatamiz kravatni ham. Kravat yo'q qoldi. Menga yana iloji bo'lsa olaman. Shunday qilmaydi. Yana kerak menga. Qocholmaysan buni sanaydi. O'zi qanday qilib aqlga sig'adi shu mushukdan o'tishi? Yoki jinni qilgan. Yana ko'rganda bo'lganlar. To'g'ri ekan. Hayır buradan. Yok Avukat. Minecraft juda qotyapti. Bu yerdan chiqib ketamiz. Voy. Loy. Artefakt streamini ko'rdinglarmi? O'sha artefakt streamida 65 mingta loy qaziymiz ekandi. Men bu yerda bittasini qaziman deb hisobladim. Unaqasi ketmayapti. Ana yana ikkita yasab olamiz buni. Judayam kerak bo'ladigan narsa ekan.
xaltanın içinden xalta yüzüsü bo'ladi. Paketlar bizga qorong'ilikda kerak bo'ladi. Yo'q boshqa. Qizg'anchiq ekan. Buni taniyman. Buni men barbaras nima sotmanga nimadir. Voy Alloh. 15 ta ko'mirga bitta zumrad. Sen meni uxlatmoqchi bo'lyapsan, seni joyingda o'ldiraman. Men bunaqangi tez pishiradigan farnes kerak bizga. Bundan boshqasi bekor. Shoshmanglar. Men bitta bu setni o'ynagandim. Bitta zo'r narsa bo'ladi. Shuni tekshirish kerak. Setni taxminiy belgilab tashlaganman. Qoldi-ku. Bu versiya ishlaydimi yo'qmi? Bunaqani aytolmayman. Ishlashga harakat qilamiz. Ishlaydimi yo'qmi bilmayman lekin. Ishlasa yaxshi bo'ladi. To'g'ri deydi-yo, hozir agar mana shu yoqda bitta netr portal ichida oltin olma bo'lsa, sehrlanmagan. Tushunmagan nima? Sehrlanmagan oltin olma bo'lsa, oddiy oltin olma. O'shanaqasidan bo'lsa, demak, ishlagan bo'ladi. Borish kerak yugurib. Va o'xshaydimi? Mana, ko'ryaptimi sizlarga? Mana, ishlarkan. Mana. Mana. Ishlaydi. Bular mana shu yerdagi boshqalarmasa oltin olma. Bilasizlar-ku o'zingiz, oddiy oltin olma. Shunaqasidan bo'lsa. Oh my god, rostdan ham bor ekan. Ikkita obsidianni ko'rgandim. Ikkita obsidianni bu yoqqa solib qo'yishimiz kerak. Ishlaydigan, ishlamaydi deb o'ylagandim. Mana bular ham kerak bo'ladi. Fireball, projectile protection, pot, yaxshi. 3 ta, bu 5 ta. Mayli projectile protection'ni ko'raylik. Mana bu yerlarda obsidian bor, prosta ko'rinmay qolgan, to'g'rimi? To'g'ri. Endi bu yoqdan tosh olish kerak. Yo'q. Tosh emas. Yo'qsingiz salqin. Loy olish kerak, bir o'ntacha. Artlab olishingdagi biz olmaymiz. Shunchalar ham ko'tariladi. Bitta yetib ortadi. Shomlar yetib ortadi. Mana bu obsidianni joyi-ku. Hamay. Mana ichida obsidian bor, men bilaman. Chunki kreativda shu versiyada ko'rgandim. O'xshagan. Shuni mana bu to'shab turib, loydi. Bu yoqqa qo'yib turib, yana bu yoqqa qo'yib turib. Va. Mana bu yoqqa qo'ysak, loyim qaytadi. Loyimda qo'yishdi. Sindir. Nima bo'lyapti?
daqiqalik bo'ldi video. Bir 20 minutlik bo'lyapti. Uzib turaman. Yo do'stlar, biz hozirga portal ochdik. Kiramizmi yo'qmi? Kiramiz do'qmasmiz chunki biz. Ovqat bor. Sindirib bo'lmaydimi? Endi portal sindirsa bo'lardi. Aldashibdi bizni. Mayli 1 2 3. Omadli joydan bo'lsin. Iltimos omadli joydan bo'lsin. Iltimos omadli joy. Va yuramiz qayr. Qanaqa yurasiz joy? Mojiyam corporation qilibdi-da. Nomerlarda piglinlar anita zombi piglin hammasi tashlanadi-ku bularda. Bular asabimga tegadi-yo. Qayerda bor? Sekin yuramiz, sekin. Bular meni qoqib tashlashadi lib bo'yichasiga. Oltin olma yordamga kelsin. Oltin olma qo'lda bo'lishi kerak. Bu yerda oddiy olamga ketish kerak. Ketmasak bo'lmaydi, chunki daraxt tugab qolishi mumkin. Daraxt chopib kelamiz. Ketdik. Davay. Daraxtga qo'ysa yuramiz mana. Qayoqlarimiz qolib ketib, cho'p yasalmay. Shunaqangi asabbuzarli bo'lib qoladi. Kechirasizlar-ku. Mana nima qilamiz endi? Mana number place va slime piglin o'zib qo'ydi. Oltin shimam kiygandim. Video yozilmadi. Nezir tushuntirish qiyin. Bu tentaklarga nimagadir shuncha kiysaman. Hozir ko'rsataman sizlarga. Nimaga ishlamayapti? Xatolik yo'q. Shunday qilib videomiz tamom.